Assalomu alaykum, Visa Support kanalimiz kuzatuvchilari. Hop, Hakimjonov Javlonbek ukamiz mana vizalari tasdiqlandi. 14089 keys balaniydi. Javlonbek ukamizga shu boshidan o'zimizda qildingiz yo transferga kelmadingiz? Odam ko'pligidan esimdan ham chiqib ketdi. Transferga keldim. Transferga keluvdingiz. Transferga kelib, Kelganingizda qanaqa ощущение bo'ldi? O'xshaydi deb o'ylamadingiz yo? boshida to'g'risi ikkilangandim. Ikkilandingiz. Chunki keys raqam juda yuqori bo'lganligi uchun nima bo'lar ekan deb orada ikkilandim. Lekin Xudoim siz sababchi qilgan ekan, mana olib vizalarni oldik qo'limizga. Sizga yana bir bor rahmat kattakon. Javlonbekni bir qo'rqitdi konsulstva. Suhbatga kirib chiqqandan keyin pasportni berib yubordi, o'zimiz chaqiramiz deb. Bo'ldi, tamom bo'ldi shekilli deb Toshkentga qaytib kelib, Toshkentda o'tiruvdi. Menimcha bo'lmadi shekilli deb birdaniga email yozib, men aytdim, kutish kerak bo'ladi. Yaxshilikka berib yuborgan bo'lganim bilan, lekin отказ bergani yo'q. Hali shans bor dedik, lekin qancha bir hafta o'tdimi yo 3 kun o'tdimi? 2 kunda keldi javob. 2 kunda pochtaga javob kelib, "Davay pasportni olib keling" dedi. Pasport topshirdingiz, 3 kunda chiqdi kelgan. 3 kunda chiqdi. Yaxshi. Javlonbek, ishlaringizga omad. Qalay bo'ldi endi? Впечатлениyalar qanaqa, taassurotlar? Nech pul xarajat qildingiz? Odamlarga qiziqdi, chunki mana necha yuzlab odamlar bor, sizni keysingizdan past odamlar ham bor, lekin xarajatidan qo'rqib, o'xshaydimi, o'xshamaydimi deb qilmaganlar bor. Xarajat pastda uncha ketmadi. O'sha transfer o'ziga $1000 ketdi-da. $1000 ketdi. Borib, kelib, yana borib, kelib, u yerda yashab, med komissiyalarga kirib chiqib, ungacha. O'sha общий jamini oladigan bo'lsak, o'sha 1,5 mingcha atrofida xarajat bo'ldi. 1,5 ming xarajat bo'ldi. Borishingiz, kelishingiz, yashashingiz, med komissiya, suhbatingiz. Suhbat, shunaqa. Hammasi. Undan olingan transferga $1000. Transferga 500 Значит, siz bizada boshidan qilgan ekansizda? Ha, shunaqa. Ha, bizada boshidan qilgan odamda ortiqcha to'lov bo'lmaydi. Shu boshidan kelib topshirdingizmi? Nimaiki muammolar chiqib qolsa, shu kelishuv ichida ketaveradi. Bu ukamizniki ham boshidan kelib kelishganlar. O'sha summaning ichida hammasi ketdi. Endi грубо говоря 2000 pulingiz ketibdi. Bir kishiga mana $2000 pul ketyapti. Achinasizmi yo'qmi shu ketgan pulingizga? Hech qachon achinmayman. Hech qachon achinmaysiz, chunki viza chiqdi. Viza chiqqandan keyin u achinish kerak emas. Shuning uchun mana живой misol, bizani endi YouTube'da ko'radiganlar bo'ladi, YouTube chiqib qoladiganlar bo'ladi. Men hammaga aytamanki, Green Cardda YouTube chiqdim, oxirgacha harakat qilish kerak. Oxirgacha. Qayerda nima imkoniyat bo'lsa, ishonchli odam ushlash kerak. Oxirgacha rasxoddan qochmasdan harakat qilinadi va mana vizani olib chiqib, ertaga Amerikaga bemalol ketib, yangi hayot boshlash mumkin. Ikkilansangiz, bo'ladimi, bo'lmaydimi? Orada bo'ldimi o'rtoqlaringiz, tanishlaringiz? Bo'lmaydi bu sani ishing, qolib ketasan. Orada chiqdi, brekda aytishdi. Ko'pchilar kutdi, hali ketmaysan shekilli, o'zi tugadi shekilli senga dedi. Lekin mana sababchi bo'lib, vizalarni oldik. Yon atrofdagilarning gapini har doim ham eshitish kerak emas. YouTube sizniki. O'xshasa ham siz javobgarsiz, o'xshamasa ham siz javobgarsiz. Shuning uchun maksimalniy harakat qilish kerak. Maksimal harakat qilganlar mana birin-ketin har kuni mana viza video olib ulgurmay qolyapmiz gohida. Bu ertalar Farruh akam kelib ketdilar. U men mahalladagi ofisga bora qoldilar. Abitdan keyin mana siz kelyapsiz. Hozir yana keladiganlar bor. O'shanga ishlaringizga omad. Javlonbek, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizni yutug'ingiz bilan tabriklaymiz. Yarmi sizni yutug'ingiz, yarmi bizaniki. Harakat qilgan bizamizni, siz shu xarajatiga turib bergan sizsiz. Ishonib, shuni qilamiz, bo'ladi Xudo xolasa deb turib bergan sizsiz. Shuning uchun bu sizni ham yarmi yutug'ingiz, yarmi bizaniki. Sizga kattakon rahmat aka. Bemalol Visa Supportga murojaat qilishingiz mumkin. Nuriddin akani o'zi doim yordam berib, o'zi Xudo xolasa sizlarga ham olib beradi, inshaalloh. Salomat bo'ling. Kattakon rahmat.